Hürmetli vatandaşlar, liksiyen devamlaştırımız bugünkü sağa 2020 yıl 1. ayının 28. gün haftığı seçembe. Enlitki mavzamında. Şangang'da buran çapkın. Wuhan öpki yallığı virusu, Cungo'nun siyasi hakimiyeti tahdit peyda kılıdığın jukumluk virüs mu? Mavzulu haber 1. ayının 27. günü Amerika Ovazı'nın Xitay programı ilan kılındı. Haber mındak başlandı. Washington, Wuhan öpki yallığı virüsü tarafga, kengeyishga, tarqalishga başladı. Hong Kong, Tayvan ve etraftaki devletler hatta Amerika, Avrupa geçi tarqalishga başladı. Xi Jinping bahar bayramı arpısıda ciddi yığın çakırdı. Ve kisel virüs vakasının eğer vaka işgalliğini görsetti. Amerika, Cungo'dan graj dallarını çekindirişke başladı. Beijing'in kisel jukumluk virüsün qoğdaş uğraşı başlandı. Şundaqla oxşaşlı bir vaqtda jukumluk kisel virüsü Wuhan'da kurulgan P4 biyokimiyalik tecrübexanadan taşqarıga çıkıp ketdi mi? Degan savol o'ttirg'i chiqishga başladı. Wuhan kisel virüsü Cungo'nun siyasi hakimiyetiga tahdid elib kelamdi yok. Amerika Ovoz Radyosu Hong Kong bilan chapqini programmasi Jungo Kompartiyasining tarixini puxta biladigan Hong Kong iqlim masalalari obzorchisi Yang Huang avlodining tahriri yoki Yang Huang avlodini tushuntirish jurnalining tahriri Dong Cai efendi bu savolga javob berishga taklif qildi. Jukumluk virus kontrollikdan chiqib ketdi. Kim mas'ul bo'lishi kerak? Albatta Jungo merkezi hükümeti mas'ul bo'lishi kerak. Çünkü mustabitizm hakimiyet sistemisida yerlik hükümetler tuyuqsiz vaqalarga taqobil turish jihati o'z oldiga bir ish qilolmaydi. Bulup Xi Jinping hokimiyetlik hukmronligi davrida tahammüden eşip ketdi. Jukumluk kisel virüsü Wuhan'da kurulgan biyokimiya tecrübexonasidan chiqqanmi? Qaraganda Jungo Kompartiyasi hushyor urushi va jamoat fikri urushi qo'zg'agandek qilyotidi. Bir tarafdan jukumluk virüs to'g'risidagi xabarlarni ojizlashtiryotidi. Yana bir tarafdan jamoat fikrining diqqat qilish nuqtasini burayotidi. Jukumluk virusning haqiqiy kelish manbaini mujmallashtiryotidi. Sen bundan nima kuzatding? Bu savol. Fakat şu ki Jungo Kompartiyasi tadqiqot xodimlari burun Kanada'nın bazı tadqiqot natijalari intayin xatarli jukumluk virüs. Jungo'nun tadqiqotchilari qonunsiz holda Jungo avatibbagan. Bu o'tgan yil yuz bergan ish edi. Mushu virüsün, jukumluk virüsünün Kanada'da yetkili deganlik uchun sizlar bunu anlab bo'lsanglar bugun nima uchun men sizlarga leksiya qilib so'zildim? Bir savol qo'yaymish yerga yetganda virus Kanadadan keldi deganda sen undaqda Kanadani bu baloga o'zing so'rab kirmoqchimi? Hayran qalisizlar. 21. asrda fan texnika taraqqiy qilgan mush asrda Kanada hukumati o'zi tadqiq qilib chiqargan bir virusni, insoniyatga jukumluk bir kasal taqtirgan virusni Kanada davlatining tamojli orqali Xitoy tadqiqotchilarini o'g'irlab ketishiga, yetkazib ketishiga qarab turadigan davlatmi Kanada? Muşu günde tamojida qandaq o'tding? Osmondan uçup o'tolmaysa, qandaq o'tding? Bu gapning ma'nosi nima? Bu baloyi ofatni Kanadaga yuklamoqchimi yoki qolgan taraflarni Xudo biladi. Shunlashqa bu xabarni men sizlarga qayta so'zildim. Bu savolni qo'yish uchun. Kechiringlar vatandoshlar. Wuhan biyokimiya tajribexonasi yangi jukumluk virusni tarbiyalaydi va tadqiq qiladi. Belki bu jukumluk virüsni harbiy ishlarda ishlatadi. Bu to'g'rida qo'limizda ko'p material yo'q. Yuqori kishdan Dong Cai'ning da'vatgan so'zi. Jukumluk virüs Jungo siyosiy hokimiyati kriz elib kelamdi. Men bundaq hesaplayman deydi Dong Cai efendi. Jukumluk virüs
Cungo Kompartiyasi kriz paydo qilmaydi. Lekin masala shu yerdaki Kompartiyaning inovati xalqaro jamiyatning ishonchi buzg'unchilikqa uchraydi. Dunkay efendi kaynida qilib qapti vatandaş tüngün torbettirdi gördüңmü? Bir yaş yigit uqandı yığlab turib sözlavadı. Tügüde taqtimiz tügüde. Bizning menimiz juyilib ketmedi. Biz tahi hayat ve tirek yaşavatımız. Lekin bizning bedenimizde bir çimdim goş bilen bir tal qandım başka hiç narsa yok. Tankıga taqabıl turalmaymiz. Etilgan oqa taqabıl turalmaymiz. Qutqizinglar bizni dünya bir cunguluq, uhallik şundaq davatıdır. Makşi nimi deydi? Virus kesili cungulu siyasi hakimiyeti tehdit qilmaydi. Chiqaridi o'tirib, bikabaga maaşı xaylab, shu qog'ozni u yoqqa, qalamni bu yoqqa qo'ydigan tadqiqotchilar danglar vatandoshlar. Nima dunkay, hammasi o'xshash. Buzg'unchilik uchraydi. Yuqumli virus Shangang demokratik namoyish harakati qanday ta'sir ko'rsatdi? Hong Kong demokratik namoyish harakati qanday ta'sir ko'rsatdi? Mening qarashimcha Hong Kong ma'muriyat hukumati bir necha kundan beri taqobil turmoqchi bo'ldi, lekin butunlay mag'lub bo'ldi. Çünkü ma'muriyat hukumati bizdan Hong Kongda bir ish qilishimiz marziy hukumatni ranjitib qo'yamdi deb o'ylab turib oladi. Hong Kong 7 milyon xalqning taqdiri va bexatarligi herkes ko'ngil bilmaydi markaziy hukumat va Hong Kong hukumati. Şunlaşqa Jungo'da yüz berayotgan demokratik norozilikni aytganda, ya'ni Hong Kongda yüz berayotgan demokratik norozilikni aytganda Jungo'liq emas, kechiringlar, Jungo emas. Ma'muriyat hukumatining o'rnini qadam ajizlashtirdi. Namoyish allaqachon ajizlashtirib bo'ldi. Parallish bir hukumat, bu yerda hukumat bormi, yo'qning gapi, yo'qning o'rnidagi bir gap. Shunlashqa biz Shangayda Hong Kongda demokratik namoyishchilar ko'chalarga chiqib, namoyish qilishdan to'xtaydi yoki ozib ketadi deb o'ylasakmi? Lekin Hong Kong ma'muriyat hukumatining huquqli o'rni allaqachon ajizlab ketdi dedi-ku. Paralli çalıp geldi. Bu yerde Dunkay Efendi'nin mezmununda tanqidliğe asası sizler bunu yetkizdik. Mühim mesele, sen virusunu Kanada'dan uğurlap elip bağdan. Ben bunun işlenmeyim dostum. Hazır pentexnike ve tamoyda tertipleri şundak çıkıp ketken dünyada sen kandaklarca Kanada tadqiqiga uğrasın. Virusunu apırıp Jungo'da işlettin. Şundak bolsun deyli, sen Kanada'dan elip kettin deyli, sen bu yıkımlık virüsü Kanada'dan elip verip, bugünkü vakanı peyda kıldığında, o vakti yani baş cinayeti Jungoluk tadqiqatçılar. Belki Jungoluk tadqiqatçılarını şundak kılışkı yolluğan ve buyruk vergen hükümet. Başka hiç kişi mi bez?